Ular urushni boshlaganida o'zim ham qo'rqib ketdim. Birdaniga bir-birini yoqasidan olib ketdi. Keyin ovqatimni tupurib yuboray dedim. Ko'zimdan yo'qol. Xo'p bo'ladi. O'lgin keldim, iflos. To'g'riroq iflos. Iflos? Ha, to'g'ri. Nima bo'lganda ham kattalarning komiksini bu yerda o'qimang. Bu sinf meni yuzimdagi husnbuzarlarimga o'xshaydi. Ular meni qachon yo'q qilishini bilmayman. Eshitishimcha, matematika bo'yicha mamlakat musobaqasida qatnashar ekansan. Savollari qanday bo'ladi? Bizning nazorat testlarga o'xshaydimi? Birlashmalar va kesishmalar bo'yicha savollar ham bo'ladimi? Matematikadan biladigan yagona narsang shu bo'lsa kerak. Sen kimsan, yaramas? Uchrashuvdan kelyapsan, to'g'rimi? Allaqachon uydan chiqib ketganding. Oyi, so'roq tuganimni aytishicha, men darsdan pand ketganman-ku, ammo sevgidan yemas ekanman. Ajralishganingda seni ahvolingni ko'raman. Eshitaman. Tabriklaymiz, jinnursin. Siz o'yinga boshqa qo'ng'iroq qila ko'rma. Siz ahmoq yaramaslar, joningizdan to'ydingizmi deyman? Jonimni chiqardi. Mana buni menga ber. Ey, bo'ldi-ya. Tinchgina hojatda o'tirishga qo'ysanglar-chi. Bo'ldi, chiqinglar.